Salomlar sizlar bilan Felix va do'stlar yangi videoga xush kelibsizlar. Do'stlar biza bugungi video maza qilib Minecraft o'ynaymiz. Do'stlar men bunaqa do'stlar qishloqda uyimizga birozgina o'zgartirish kiritdim. Hozir siz bu o'zgartirishga guvoh bo'lasiz. Video boshlanishidan oldin like kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa men videoni boshladim. Do'stlar birozgina o'rmonga aylangani chiqqan edim, bilmayman. E'tibor bermaysizlar, birozgina qotishlar bor Minecraftda. Mayli, hech qisi yo'q. Buni ham to'g'rilaymiz va do'stlar uyimga birozgina o'zgartirishlar kiritdim. O'zingiz ko'rib turibsiz. Va do'stlar tomimizda biz lager qurdik. Do'stlar ichimliklar va do'stlar bu yerda maza qilib o'tiramiz, hamma joyini ko'rib, quchog'imga aylanganda kelib turavering. Mayli, bo'lmasa men tezroq sizlarga anaqani ko'rsatishim kerak. Shu yerdan chiqish yomon azob bo'ldi-da. Bo'ldi. Tushdik va do'stlar uyimni men birozgina kichraytirdim. Ya'ni o'z holiga qaytardim. Bir qator o'zgartirib qo'ygan ekanman. Hech qisi yo'q endi. Bu yoqda bizlar narsalarimiz turadi va har doimda kompyuter biza montaj qilishimiz kerak. Da do'stlar qatishlarga e'tibor bermayman. Va do'stlar men bu instrumentdan men yangi ko'zisiga qo'yib kelmoqchi edim. La'nati nima bo'ldi endi bu? Men bor uzr adashib ketdim. Do'stlar biz ko'zisiga ketdik. Kalitini hali qo'yganimiz yo'q. Kaliti janob merda turadi va eshik hozir ochiq degan umiddaman. Do'stlar narigi ko'zisani ham xuddi biznikidek bezatib qo'ydi janob mer, lekin men qilmadim. Nima menga zararmi birovni narsasini qilib. Va do'stlar mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Va bir xil ammo tomiga hech qanday narsalar kiritilmagan. Hech qisi yo'q. Uyda ochiq ekan uy. Bemalol kirishimiz mumkin. Kompyuter qo'yilgan. Sandiqqa narsalarni solib qo'yamiz, o'zi bo'ladi. Va do'stlar, men uyga borishim kerak. Qaraysan Jitel, qaraysan Felix, yaxshimi? Do'stlar, o'tgan safar ovozim videoda yaxshi chiqmay qolgan ekan. Ming bor uzr, chunki unda biroz tomog'im og'riyotgan edi va burilib ketib qoldim. Do'stlar, endi hammasini to'g'rilaymiz. Endi esa bu do'stlar firmani qaranglar o'sganini. Tezroq biza firmaga qarashimiz kerak. Janob mer kutib qolishi mumkin. Keyin esa yaqinda sol qolamiz. Janob mer nima yaxirdan ko'prikda turaveradi deyapsizlarmi-da? Janob merning joyi o'zi ko'prik. Bilmayman, o'zi shunaqa qaysar, har doim uyi bor, lekin uyga ba'zida kiradi. Faqat u hovuzda bir nimalar bilan gaplashib, do'stlari bilan jitellarni ko'nglini olib o'tiradi-da. Shunday yaxshi mer bor ekan, oyligimizni qachon berishini bilmadim. Do'stlar, yaqinda bizga yana 2 ta o'yinchi qishlog'imizga ko'chib keladi. Ulardan biri Fetel, ya'ni ismimiz o'xshash ekan. Fetel bilmayman. Keyin esa Drix kelar ekan, bilmayman u kimligini. Judayam notanish odam. Menga farqi yo'q. Do'stlar, endi biza shu hamma firmaga qarashimiz kerak ekanmi? Yomg'ir ham yog'vordi. Tezroq meni qarab qo'yib, janob mer, siz farqi yo'q. Menga farqi yo'q. Judayam sovuq do'stlar. Odatda havo judayam muzlab ketyapti. Sizlarga maslahatim, uydan chiqmay o'tiring. Pechkani yoqib juda mazza qilib o'tirmaysizlarmi? Tashqarida o'ynagandan ko'ra havo hozir ham men tashqarida video olyapman. Judayam sovuq. Uyga borib kompyuter o'ynagim kelyapti. Jirkanchani qilishimiz kerak. Yo'q, jirkancha emas. Biz axir bu hamma firmani ishi-ku. Nega jirkancha deyman? Tavba, janob mer eshitib qolsa
ishtaha ketadi. Bu axir men pul topishim uchun kerak bo'lgan ish. Bundan boshqa ishim yo'q do'stlar. Shu ferma qarash, boshqa ishim yo'q. Bir kunda dam olaman xolos. Boshqa kunlari hamma fermalarim o'sganda qarayman. Boshqa kunlar o'sha daraxt chopish, uylarni bezatish, shu ishlar bilan kunim o'tyapti. Mayli do'stlar, baqa sabzi ekamiz, chiroyli bo'lsin. Endi yomg'irda sabzi ancha yaxshi o'sadi. Shuning uchun hamma joyga sabzi ekdim va bu joyga mayli shularni qo'yaveramiz. Do'stlar, hammasi cho'tkina sizlarda ham endi orada katta gul olib turaman. Do'stlar, sizga yomon xabarim bor. Alimardon editsiyaning oyog'ini sindirib olibdi. Shortlab qo'yish uchun kanalga obuna bo'lamiz. Uni kanalni videoni havolasida silka qoldirib ketaman. Shu yerdan o'tib obuna bo'lib qo'ying. Unga yaxshi syurpriz bo'ladi deyapman-da. Janob Murni oldiga borib tashlashimiz kerak. Dahamizda voy suvga tushib ketganmi? Janob mer, oling mana sizga narsalarni olib keldim. Yaxshi ishlading, yaxshi, bora qol keling, sizga dam ol. Do'stlar, men tezroq pechga o'qishim kerak. Ko'mir bormidi? Muzlab ketgandir-da. Ma'lum fermalar yaxshi o'smagan, agar yaxshi o'sganda qarab qo'yardim. Oxirigacha o'sish kerak-da. Короче, так qo'yib qo'yamiz-da. Bor ekan nima? Eski chirigan sandiqlarni yechishim kerak. Uyni isitish uchun mayli nimalar bor. Stop. Nima yomlayapti? Do'stlar, daraxt chopib ketishimiz kerak edi. Mayli, daraxt qo'yishdi. Bu sandiqlar nima qilaman men? Yo'mayo, bro. Yuzlab ketdi, yonmayapti. Jinursin, mayli. Endi nima deydi? Shunday qiladigan turimiz. Yuzlasam ham menga farqi yo'q. Короче, telefonni olaylik-chi, necha bo'ldi o'zi? Stop, yo'lda bo'ldi. Jokada yoqib sinsak-chi. Uyimni olib ketishni istamayman. Qaysi axloq bunday qilardim? Короче, так, telefonni ulaymiz-da. 128 ta bo'libman. Uyg'onib ketaman desa qachon kutsa bo'larkan endi. Tak, tezroq kutsa bo'lsam, reklama qilishni boshlayman do'stlar. Videolarim qiziq chiqmayapti. Oldingi 2000 ta kanalimda judayam qiziqarli videolar chiqarar edim. Katta videolarim hamma yoqib ketardi. Va do'stlar, endi esa kontentni to'g'rilaymiz. Chunki like bosing va komment yozib keting. Bu menga shunisi qiziq, boshqa narsalar qiziq emas. Eng muhim narsa kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, mana yomg'ir qachon tinarkin bilmadim. Birozgina dam olay do'stlar. Judayam charchadim. Keyin esa kamerani yoqaman. Vat. Yomg'ir. La'nati yomg'ir do'stlar, hali ham yog'yapti. Bu yomg'ir qachon tinadi bilmayman. Jitlar so'qitmayaptimikin? Jitlar so'qitmayapsizlarmi? Yo'q, to'g'ridan tepaga chiqaychi. Javoblar so'qitmayapsizlar. Tavba. Mana kuylarga mazza. Так. Короче, sen Minecraft Mersga qiziqarkan, nimaga aynan? Nima sen? Do'stlar, sen Minecraft aynan nimaga Mersga qiziqadi? Mersni qayta zo'r Mers mashinasini surib chiqyapti-ku. Bomba legenda. Короче, haqiqiy erkaklar tanlaydigan narsalarni aytib beraman. Birinchi o'rinda Real Madrid klubini tanlash kerak. Ikkinchi o'rinda tak. Adidas. Uchinchi o'rinda BMW.
Birinchi o'rinda Cristiano Ronaldo tanlash kerak. Endi ba'zi yigitlar Nike, Mercedes, Messi, Barcelona shunaqa narsalarni topishadi. Voy do'stlar. Короче, anu filmga ham qarab qo'yavering. Janoblar hammasiga qaragin deganda endi do'stlar. Mana nimadir deydi. Qaraymiz hammasiga. Tak. Hammasiga qarab qo'yibsiz. Lekin do'stlar o'zimizga ham kerak. Bulardan o'zimizga olsak bo'ladi. Janoblar qorningiz ochsa, nonga olishingiz mumkin deydilar. Voy do'stlar, rediskalar. Rediskani yaxshi ko'radiganlar kanalga Rediska legenda deb yozibdilar olovchi bilan. Test o'tkazaman kanalimda yaqinda. Rediskachilarni mana shu kanalimga taklif qilaman. Bu yerda maza qilib o'ynaymiz. Bu yerda seviyorsa bo'ladi. Rediskachilarni bir qatorga qo'yaman. Sabzichilarni esa narigi qatorga qo'yib, hammasini o'sha sabzilar bilan rediskachilar bellashadi, ko'ramiz kim yutarkan. Faqatgina siz shunchaki kommentimga nima deydi anavi rediska legenda deb yozibdilar. No, menga rediska yoqadi, sho'rva qilib bersa maza qilib ichasizlar do'stlar. Ta'mi o'zingizdan ketmaydi. Nima endi bachala qoladimi? Mayli. To'g'rilab qo'ysa bo'ldi-ku. Tak, bularni sanaqa solib turaman, ertagisi Janomerga berib qo'yaman. Yaxshi uyim isib qopti, mana u isitadi do'stlar. Короче, bo'ldi. Shuni yapamiz. Voy do'stlar, juda ham zerikdim. Odatda boshqa paytlari nima qilarding do'stlar? Boshqa paytlari anchadan beri video chiqarmayapman. Nimaga ana ko'p video chiqarib yuborsam pis bo'lyapti. Bilmasam endi nima qilishga qaraman. Menga farqi yomg'ir bo'ladimi o'tiraveraman. Men nima endi uyda zerikib o'tirishim kerakmi? What? Do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz hammaga katta rahmat. Iltimos 200 ta bo'lishimizga yordam bering. Sizlar bilan Felix bo'ldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha.